haligi bahor kelsa mayopkaga chiqaman deb o'tirmas ekansiz-da. Shunday uyingizdan 20 metr sal tepaga chiqsangiz mazza qilib dam olasiz ekan. Xullas mana bu yerda 16 sotikdan ziyodroq tayyor uy joyimiz sotilyapti ekan. Bemalol kirib yashashingiz mumkin. Hozir qisqacha obzor qilib ko'rsatamiz. Mana bu yerda podvallik 3 xonaga ega bo'lgan. Mana bu yerda ikkita vremenkasi, bitta oshxonasi, ichida dushi bor ekan. Mana bu yerda hojatxona. Mana bu molxona ham, 2 etajli molxona. Mana ko'ryapsizlar, chekalari zabor qilingan. Xullas mana shu ko'rinayotgan yerlar hammasi shu xonadonga qaraydi. Mana bu adirli joylar ham shu xonadonga qarar ekan. Bu yerga xullas daraxt eksangiz ham bo'ladi, bog'roq qilsangiz ham bo'ladi. Ismaloq ekib biznes qilsangiz ham bo'lar ekan. Xullas bu joyimiz manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani Namuna qishlog'i bo'lyapti. Xullas Chinor desa hamma biladi. Shu Chinor sentralniy asfalt ko'chani bo'yidan Chinordan oldin kirib kelar ekan. Xullas mana bu yerda ikkinchi nasos, suv chiqaradigan nasosni oldida ekan mana. 3 yildan ziyod bo'lingan xullas bodom daraxtlari bor ekan. 6 tutmi, 7 tut. Xullas mana ko'ryapsizlar mana. Tabiat qiling, tabiatni mazza qilasiz, borib mazza qilasiz. Yangi qurilgan 2 etajli uy bo'lyapti. Hozir past tomonni ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda mana bu yerda bitta xonasi, mana bu yerda yana bir xonasi bor ekan. Ko'ryapsizlar, fortichkalari bor, katta-katta. Keyingisi yana bir katta xonasi, salqingina. Podvaldan chiqib kelganimizda mana bu yerdan zinapoyadan 2-etajga ko'tarilamiz. Mana bu xonadan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda bitta katta mehmonxonasi. Ajoyib qilib remont qilingan. Mana bu yerga kelsak, yana bir xona. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, keyingi xonasi ham kengina, ixchamgina xona. Tashqariga chiqqanimizda mana ko'ryapsiz, tashqari bemalol hamma yoq ko'rinib turadi. Quyosh chiqishidan to botishigacha, xullas bu yerga quyosh tushib turar ekan. Mana bu yerda bemalol dam olsangiz bo'lar ekan. Mana dorizordan kirib kelganimizda uyning orqasida katta arig'i bor. Mana kameralar qo'yilgan. Xullas mana bu yerda yana ikkita vremenka xonasi. Hali aytganimiz vremenka xonasi mana ko'rganingizda qish kunida turadigan vremenka mana pechkalari o'rnatilgan. Mana bu yerda yana bitta mayda xonasi. Mana bu yerda oshxonasi. Mana bu yerda banyasi bor ekan. Mana bu yerda hojatxonasi, mana bu yerda 2 etajlik molxonasi. Xullas bu molxonamizga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, 5 metrga 6 metrlik molxona bo'lyapti. Bemalol 7-8 ta mol bemalol joylasa kerak. Bahosiga keladigan bo'lsak, 55 ming dollar deyapti. Yana kelishiladigan joy bor. Yana variantga ham kelishiladigan joy bor ekan. Xullas mana shu ko'rib turgan yerlaringni yarmini bo'lib ham sotar ekan. Xullas mana bu tomonda mana hali aytganimizdek ikkinchi nasosni oldidan mana kirib keladigan yo'li bor ekan. Xohlasangiz Kamaz kirib bemalol shu yerdan ko'prik qilib bemalol uy qilishingiz mumkin ekan. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Mana xonadonimizning tashqari tomondan ko'rinishi. Mana bu yerda katta arig'i o'tgan. Xullas mana hali aytganimizdek nasosni, ikkinchi nasosni oldida ichimlik suvlari bor, svetlari kelib tushgan. Agratiga qo'yiladigan suvi, xullas nasosdan ham chiqadi deyapti. Mana bu yerga suv ham kelar ekan.